45'imizni ham kesib ko'rdik. Sababi joy tashab turib, o'rtasidan kesganimiz hisobiga tushgan joylar bor. Riski ham bog'liq bo'lishi mumkin. Bitta liniyada 45ni tekis qilib zo'roq beryapti. Cho'tki qilib kesib beryapti. Mana nabor bo'lsa, shu Roma Tools'ga murojaat qilaverasiz. Plisosga ham mana любой razmerda nasadga qilib ishlataverasiz. Bitta tuzuvda qilib olib berdi. Millimetr joy qoldirganmiz atilabdan. Nastroyka qilib tekisligi bir tekisda kamera ko'rsatib bera olmasligi mumkin. 45ni zavodmas tarafdan kesdik, ya'ni kafilni o'rtasidan boshlab 45 ochib yubordik. O'shani hisobiga ozgina tushgan joylar bor. Ishimizni bir-biriga qarama-qarshi bo'lib qoldi, lekin mana 0